Tarixda bizning yurtimizni bosib olmoqchi bo'lgan juda ko'plab davlatlar bo'ldi. Ular bosqin qilganda bizning yurtimizdan doim xoinlar chiqqan. Hozirgi kunda O'zbekistonda yuritilgan qatag'on siyosati masalasini o'rganmoqdaman. Shu o'rganishlarim davomida O'zbekiston arxivida bir arxiv hujjatiga ko'zim tushib qoldi. Arxiv hujjatida shunday deyilgandi. 1937-yilning 26-iyunda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Markaziy komitetida Yo'ldosh Boboyev nutq so'zladi. U nutqida Fayzullo Xo'jayev va uning ukasi Ibod Xo'jayevni qoralab chiqdi. Yo'ldosh Boboyev Fayzullo Xo'jayevning ukasi Ibod Xo'jayevga ayblar qo'ydi. U ayblarda aytib o'tdiki, Ibod Xo'jayev aksil-inqilobchi, millatchi, terrorchi ekanligi va aksil-inqilobiy tashkilotlarning faol a'zosi sifatida o'z uyida davlat rahbarlariga qarshi terror uyushtirganlikda yig'ilishlar o'tkazishda ayblandi. Bu Fayzullo Xo'jayev bilan ham fikr degan bir ayblar qo'ydi. Fayzullo Xo'jayevga juda oddiy va juda kulgili ayb qo'ygandi. Yo'ldosh Boboyev Fayzullo Xo'jayevni ukasi o'lgandan keyin ukasiga qabrtosh o'rnatganligi va qabrtoshda arab imlosi bilan yozuvlar yozganligini ayb deb chiqdi. Chunki o'sha paytda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida arab imlosining o'rniga lotin imlosi joriy qilingandi va Yo'ldosh Boboyev so'zi davom etdiki, Fayzullo Xo'jayev bu qabrtoshini davlat hisobidagi pullarni evaziga qilgandi. U davlatda pullari bilan bu ishlarni amalga oshirdi. Shundan keyin u o'zi kelib chiqishi asli jadidchi bo'lgan. Jadidchilar doim burjuvaziyani qo'llab-quvvatlagan. Sotsializm bilan burjuvaziya doim kelishmagan. Shu ayblar qo'yildi va aybdor topdi. 1937-yilda O'zbekistonda ommaviy terror boshlangandi. Ommaviy terror O'zbekistonda aynan Fayzullo Xo'jayev va O'zbekiston Kompartiyasining markaziy komitetining sekretari bo'lgan Akmal Ikromovning qatag'oni bilan O'zbekiston ommaviy terror boshlanib ketgandi. Bu siyosat 1937-yildan 1938-yilgacha davom etdi.